Bugun sinfda kim navbatchi? Bugun sinfda men navbatchi. Bugun sinfda Soliha degan qiz yo'q. Yaxshi, o'tiramiz. Bugungi darsimizni boshlashdan oldin qizlar, birlik va birdamlik haqida milliy qadriyatlarimizni eslab olamiz. Birlik bu do'stona bir-birimizni hurmat qilish, inoq bo'lish, birgalikda bosh chiqarib bir ishni bajarishda hammamiz birga inoq bo'lishimiz kerak ekan. Qani qizlar, birlik haqida, birdamlik haqida maqol, she'rlar bilasizlarmi? Farqlilikda. Ha. Bir kishi ming kishi uchun, ming kishi bir kishi uchun. Yaxshi. Bir kala, ikki kala tilada. Juda ham yaxshi Zebo. Bir daraxt yolg'iz daraxt. Ha, yolg'iz daraxt o'rmon bo'lolmas. Juda ham yaxshi. Yana Birlikda baraka bor. birlikda baraka bor. Birlashgan yolda qaytadi. Juda ham yaxshi. Demak, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar deb bekorga aytilmagan ekan. Endi biz o'tgan darsimizni mustahkamlab, savol bizdan, javob sizdan. Qani, qanday bezak turlarini bilasiz? Noila? Qozoq milliy naqshlar, applikatsiyalar, qimmatbaho toshlar, bezak turlaridan choki. Bezak, kashta bezak choklarini Kashta bezak choklarini va ro'mol. bilasiz. Juda ham yaxshi. Yana kim qo'shimcha qiladi? Qanaqa bezak turlari bor? Hech kim qo'shimcha qilmaydimi? Hammasini aytdimi? Qani, ikkinchisi bezak turlaridan qayerlarda foydalanish mumkin? Bezak turlarini mebellarda, pardalarda, kiyimlarda, oyoq kiyimlarda va gilamlarda, Idish tovoqlarda hamma narsada foydalanish mumkin. bezak turlaridan hamma joyda foydalanishimiz mumkin ekan. Nima uchun bezak beriladi? Kim aytadi? Nima uchun bezak beriladi? Go'zal bo'lish uchun, chiroyli bo'lish uchun, qimmat ko'rinish uchun, nafis bo'lish uchun bezak beriladi. Juda ham yaxshi Zebo qizim. Bezak berish uchun qanday materiallar va jihozlar kerak? Qaychi, gardish, mo'lina iplar. Qanday? Qaychi, gardish, mo'lina iplar, mina kerak bo'ladi. Paxtadan tayyorlangan ip ham kerak bo'ladi, ishlatsak bo'lar ekan. Juda ham yaxshi. Demak, bugungi mustahkamlash mavzumizning kelib chiqib, yangi mavzumiz nima haqida bo'lar ekan? Nima haqida bo'lar ekan? Badiiy kashta tikish bilan tanishar ekanmiz. Demak, bugun mahsulotni badiiy kashta bilan nima qilar ekanmiz? Bezar ekanmiz. Daftarimizni ochamiz, bugungi sanani yozamiz.